Trekker desa qaçadigan boldim men. 7,5 million duradi ekan bu ruloyga. Ish topsa endi necha so'm bilan qo'yib berasizlar degan savol. Endi ustalardan bizlar hamkasblari. Ko'p odam 500 million, 300 million, 200 million deb baho sindiradidan. Lekin ochib ko'rmayman o'zi. Men bir 500 million bu mashina yanına yaqinlashmam bo'lar edim. 1 milliona o'ylanib ko'rar edim, ochsammi yo'qmi deb. 1,5 million so'm bo'lsa stoyit. Hozir bir tonna negativ kelishi mumkin, tuda deb. Endi qaranglar. Hurmatli klientlar, hurmatli ustalar, yoki baho sindiradiganlar, ko'ringlardan, biz sizlarga skidkada, biz sizlarga arzon narxda dedik-ku. Uchun yillar bo'lan buni trekka ruloy kolonka. Agar zaminga keladigan bo'lsa 7,5 million olib yegacha qo'yib ber desa 1,5 million so'm, no, нормальный. Demam maksimum emas, demam minimum emas, sredniy baho bo'ladi. Bir kun vaqt ketadi lekin. Endi qaranglar. Bu narsa olinadi. Agarda yodlaringizdan chiqarib neytralga qo'ying qo'yib, yana buni shekillardan qo'parsangizlar, mashina zajganiga hech bir yanmaydi tabloda. Keyin neytralga olish, parkovkada qolib ketsa, neytralga olish o'zini yarim soat topdim. Yarim soat ichida topdim neytralga ajratib olish. Boshqa mashina Mercedeslardan berinde kulchoq bo'ladi, Lasitlardan Gentrallardan. Buni keyin birdan go'tallaydi ekan, birdan yoziq cho'qi go'tallaydi. Qaysi miya bilan ishlab chiqarganlar. Endi qaranglar, birdek plasmas, birdek datchik, birdek hamma narsa asta. Yana bir narsa. Zavodskoyda bo'lib bormaydi. 100%, yoki shuncha qilaman deydiganlar ham hozir yozishi mumkin. Zavodskoyda olib borib beraman. Hayotda olib borolmaysizlar, Zavodskoyda deb. Nechun desa, по-любому bir dona yoziq cho'q sinadi. Sindirmay oladigan usta yo'q uni. Men gapimga javob beraman. Sindirmay oladigan usta yo'q uni. Po-любому bir yarti yoziq cho'q sinadi. Ya'ni tutib turadigan plasmasi. O'ynab turibdi, o'ynab, panelini bu chiqmaydi. Bilinmagan chatib olishi ruloy qolgani. Mana. PS alacakman, dostуп yo'q. Mana bu mexanizm deyib yotibdi. Shuning uchun o'rtoqlar, yoki ochib ko'rmaguncha, netmayincha baho sindirmanglar. Instagramga chiqib 500 million qo'yib beraman, 300 million